بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo şekan dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xabarlar barnamasida xoş geldingizlar. Bugun panshanba 1948-yil Safarul Muzaffar oyining 22si va 1905-yil Asad oyining 15i ki barabar bo'ladi 2026-yil Agast oyining 6si. Bu yer Mazar Sharif shahri, Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mazar Sharif shorvolining mas'ullari shahr idorasida 3 ta yangi nohiyani tashkillashini e'lon qilib aytganki, ushbu ish xalqda yaxshi xizmat qilish va shahri ishlarini tartibga solish maqsadida qo'l yuzida olingan degan. Mazar Sharif shahrining shorvoli Hofiz Abdurrahmon Himmat aytishicha, ushbu tarhning muqaddamoti marhalasi takmil bo'lgan va 3 ta yangi nohiyani ijod bo'lganida lozim barnomalar tarh bo'lgan deydi. ما پلان داریم که 3 ناحیه بخیر که فی الحال مزار شریف 12 ناحیه است. پلان داریم که بخیر 3 ناحیه دیگه اگر خدا خواست ان شاء الله 3 ناحیه دیگه زیاد میکنیم. به خاطر زیاد میشه که مزار شریف چیز ظرفیت نفوسی بالاتر است او خدمات کم عرضه میشه. Himmat janoblari yana izofa etganki, ushbu ish xalqning shorvolini xizmatlariga yetishini oson etishida, arz va shikoyatlarining tezroq yetishgani zaminasini farahm etganida va xalq bilan mas'ullar arasida hamkorlikni yanada ko'p etadi degan. خدمات که زیاد عرضه میکنیم چیز ضرورت است، تشکیل ضرورت است، باید زیاد شود. انو بزرگاه هم ان شاء الله العزیز وعده کرده، برای ما اطمینان داده که هم 3 ناحیه که عبارت از ناحیه 13 14 15 هم زیاد میشه. بعضی گذرا که پرنفوس زیاد است امر کت میکنه دیگه از 2 ناحیه باز بدنه‌اش جدا میشه گذرا ناحیه جدید تشکیل میشه. Aytish joizki, ushbu tarhlarning amali bo'lganidan so'ng shahri xadamotning zarfiyati yaxshi bo'ladi, inkishofi projelarni tatbiq etishi va xalqda me'yoriy xizmat ko'rsatish imkoniyati ham yaxshiroq bo'ladi degan. Va boshqa xabar bu-ki, Hilol Ahmar Afg'oni jamiyatining Balx viloyatidagi Shamol Zun ruhiy salomatlik markazida ruhiy kasalligi bor bemorlarga davo xizmatlarini davomidan xabar berib izofa etganki, ushbu markazning ish boshlanganidan buyoqqa minglar kasal darmon bo'lgan. Hilol Ahmar Afg'oni riyosatining sihiy mas'uli Dr. Muhammad Rafi aytishicha, ushbu markazning ish boshlanganidan buyon 1698 nafar ayol va erkak bemor davolangan. Shunlardan 636 nafari sihiy kasalligi yaxshilanib yanada o'z oilasi va jamoasiga qaytgan. از بعد تأسیس تا به حال ما در حدود 1698 مریضان چی قشر ذکور و اوناس که دارای مشکلات روانی بودند در این مرکز ما زیر تداوی داریم که از جمله 636 مریض ما از این مرکز شفایاب شده از هر دو قشر که اینا هر ما منظم مریضا میان در اینجا تشریف میارن و توسط دکتر صاحبای بخش روانی ما متخصص عقلی عصبی ما اینا تعقیب میشن و برشان ادویه و ماوار منظم داده میشه. Ushbu markazning bir kishi mutaxassislaridan Dr. Hamidullo aytishicha, bemorni vaqtida doktor olib borish, dorilarni munazzam iste'mol qilish va oilaning himoyati kasalni yaxshi bo'lganida muhim ahamiyatiga ega degan. د ټول جامعي که موږ فکر وکړو مریضان ورزش ته موږ هڅو، ورزش وکړو، تفریح ورسره وکړو او منفي فکرونه ځان لري کو موږ د طریقې ورسره کار کوو چې هغه مشکلات شدي هغه ورسره لري کو. Ushbu markazni kasallaridan biri Habibullo aytishicha, ushbu markazni xizmatlaridan rozi bo'lib, doktorlar va kormonlardan rozi bo'lganini bildirgan. ما از همه از اینا خیلی تشکری میکنیم و ما خودم در اینجا تقریبا 46 روز میشه که بستر هستم. از روزای اول کرده آره الحمدلله خیلی خوب شدم. Bir kishi kasallar hamrosi Hasan aytadi, ushbu markazning xadamotidan rozi deb aytganki, doktorlar va kormonlarning yaxshi raviyasi bois bo'lganki, kasallar tezroq yaxshi bo'lsa degan. از دکتر صاحبا داره ما خدمت زیاد میکنن از نان و آب لباس نظافت حتی ناخن‌های یگان مریضا که نرسیدگی باشه میان خودشان ناخن‌های ما رو میگیرن ما از اینا بسیار تشکری میکنیم. Hilol Ahmar Afg'oni jamiyatining Balx viloyatining Shamol Zundagi salomati markazi ravoni kasallikni bir muhim markazlaridan hisob bo'ladi-ki, oxirgi yillarda ravoni kasallikni kam bo'lganida muhim naqshini o'ynagan deydi.
و آخرینچی خبر بو که بلخ ولایتنه صحت عامه ریاستنه همکارلگیده و صحت عامه وزارت تماندن خصوصی شفاخانه‌لر مسئوللاره و کارمندلاره uchun 3 kunlik o'qitish workshopi o'tkazildi. Baliq viloyatining صحت عامه ریاستنه مسئوللari aytadi. Workshop davomida ishtirokchilar xususiy shifoxonalarni e'tiborlashi, arzyobi me'yorlari, nazorati cheklistlari, vazorat muqarraroti va sahiy xizmatlari me'yor asosida ijro etishi bo'yicha ta'lim oldilar. Mas'ullarning aytishicha, ushbu me'yorlarni tatbiq etishi, sahiy xizmatlarning kayfiyatini yaxshi bo'lgani, bemorlarning rozi bo'lgani va xususiy shifoxonalar faoliyatini milliy me'yorlarga mutobiq bo'lganidan muhim roli bor degan. Workshopning iftitohiya marosimida Baliq viloyatining صحت عامه ریاستنه nazorat va taftish omiri Ustod Muhammad Jovid Moyor va idoraning boshqa mas'ullari ham ishtirok etgan edi. Ushbu marosimda ishtirokchilarda farog'at sanadlari berilib, ularning faol ishtiroki va hamkorligidan qadrdonlik etdi. Mas'ullar umid bildirdilarki, ishtirokchilar olgan ta'limlarni xususiy shifoxonalarda sahiy xizmatlarning kayfiyatini yuqori etganida amaliy etsinlar degan. Aytish joizki, Sihat omma vazorati oxir yillarda ko'p talosh etganki, mushaxas me'yorlarni tatbiqi bilan xususiy shifoxonalarning xadamot kayfiyatini ko'paytirish zaminasini faroham etsa. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni a'lo mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqomat Afg'oniston, fath و zafar inqilob, salom Afg'oniston, fath و zafar inqilob, salom Afg'oniston.